Assalomu alaykum. Kanalga xush kelibsiz. Bugungi videoda biz Kia Carnival avtomobilini ko'rib chiqamiz. Mashina juda keng va qulay. 7-8 o'rinli minivan hisoblanadi. Agar siz oilaviy sayohat yoki katta komfortli mashina qidirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Tashqi dizayn. Kia Carnival dizayni oddiy minivanlardan farq qiladi. LED faralar va zamonaviy orqa chiroqlar. Katta kuzov, lekin premium uslub. Salon. Ichki qismi Carnivalning eng kuchli tomoni. 7 yoki 8 o'rinli variant. Juda keng oyoq joyi. Premium materiallar, katta multimedia, USB portlar, klimat kontrol. Eng qiziq joyi orqa o'rindiqlar juda qulay, uzoq safar uchun ideal. Motor va yurishi. Kia Carnivalda odatda 3,5 litrli V6 motor, taxminan 290 ot kuchi. Avtomat transmissiya, oldi g'ildirak tortish. Balon 235-55-19 razmer. Shaharda ham, trassada ham ishonchli yuradi. Yonilg'i sarfi shaharda o'rtacha 12-13 litr, trassada 8-9 litr 100 km atrofida. Minivan uchun bu normal ko'rsatkich. Albatta, tezlikni yoqtiradiganlar uchun emas bu. Xavfsizlik. Kia Carnivalda ko'plab xavfsizlik tizimlari bor. Bulardan biri avtomatik tormozlash. Yaxshi tomonlariga kelsak, juda keng salon, oilaviy sayohat uchun ideal, kuchli motor, zamonaviy dizayn. Kamchiliklari: yonilg'i biroz ko'p yeydi, AVD yo'q, katta o'lcham, tor joylarda qiyin bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Kia Carnival bu oddiy minivan emas, balki premium oilaviy avtomobil. Agar sizga ko'p joy, komfort, zamonaviy texnologiya kerak bo'lsa, bu mashina juda yaxshi tanlov. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga podpiska bo'lishni unutmang. Keyingi videoda yana qiziqarli mashinalarni ko'rib chiqamiz.